Xayrli Kasimov esladim, o'zingizni mashinangiz bo'ladi, o'zlari aytadilar deganlardi. Ismim Dilnoza, oilaliman, 4 nafar farzandim bor. Oila qurganimga 18 yil bo'lyapti. Bugungi kelgunimcha ancha vaqtli ketdi. Oldin hol yurdim, juda xohish o'zi yetmas edi. Xo'jayinim tomonidan ruxsat bo'lmagan. Alloh izni bilan mashinalar o'zlari olib berdilar, o'zlari hammasini qilib berdilar. Hali mashinangiz bo'ladi deganlarida men hayron qolgan edim. Shunaqa ham bo'lar ekanmi deb. Halovatimiz yo'q edi oldin. Meni qo'rquvlarim kuchli bo'lgan, juda ham. O'zlari vajdeniyaga chiq dedilar. Men buni hayron qoldim. Birinchi shu ustozda Xayrli Kasimov esladim. O'zingizni mashinangiz bo'ladi, o'zlari aytadilar deganlarida men ishonmagandim. Xayrli Kasimov aldamaganlariga, rosti kasb bo'lganiga shunaqa xursand bo'laman. Lecheni olishimizdan oldin bizda xuddi meni ko'rmayotgandek his qilardim. Yonlarida bo'lsam ham meni ko'rmayaptilarmi, men haqimda o'ylamayaptilarmi deb o'ylardim-da. Lecheniya olganlaridan keyin bu tubdan o'zgarishni boshladi. Bir-birimiz bilan maslahatlashadigan bo'ldik. Dialoglarimiz ko'paydi, oilamizga iliqlik kirib keldi. O'zidan o'zi uchrashuvlar, har xil gullar, podarkalar, tillalar mana shunaqada ko'payishni boshladi. Men bilaman, mendek qiynalgan ayollar juda ko'p. Turmush o'rtog'ini e'tiborsizligidan, unga nisbatan qilinayotgan nohaqliklardan qiynalayotgan ayollar juda ko'p. Bu metodika aynan shu ayollar uchun.